Aynan ushbu eshikdan pastga tushsangiz, sport bilan shug'ullanishingiz, yuqoriga chiqsangiz esa ko'ngilochar o'yinlar bilan shug'ullanishingiz mumkin ekan. Ammo soat 22:00 dan keyin voyaga yetmaganlarning yuqoriga chiqib ketishi esa kelajakdagi ko'ngilsiz holatlarning debochasi bo'lishi mumkin. Tamaki tutunidan ko'zlar achishadigan bilyardxona nazoratdan o'tkazilganida bu yerda hali voyaga yetib ulgurmaganlar ham borligi ma'lum bo'ldi. Tez kelib turasizmi bu yerga? Yo'q, onda-sonda. Masalan, onda-sonda deganda qanaqa bir haftada necha Bir marta, 2 marta uzog'i. Bir haftada 2 martagacha kelasiz. Uzoq bo'lib qoladi. Shunda qaysi paytda kelasiz? Tunda, kunda? 6 dan keyin kelamiz. Bir xillarda mana shunaqa qolib ketayotgan bo'ldi. Hozir ham shunaqa bo'ldi. 10 minut 20 minut nari bor. Chiqib ketayotgan joyimizda kelishdi-da. 10:20larda kelishdi. Odatda bunaqa kech qolmasmidingiz? Birinchi marta. Nima deb o'ylaysiz? Hozir sizni bu joyda o'sha turishingizni qonunga xilof deb aytishyapti. Nimaga kerak bu? Siz nimani tushundingiz? Hozir qanaqa xulosa oldingiz? To'g'ri xulosa oldim. Bilarmidingiz soat 22:00 dan keyin bu joylarga 17 ga, ya'ni voyaga yetmaganlar kelish mumkin emasligini? Xabarim bor edi. Bilib turib, O'zi qolib ketdi, mana shunaqa bo'lib qoldi. endi hozir bu holat bo'yicha sizga emas, ota-onangizga chora ko'rilar ekan, jarima qo'llaniladi. Buni qanchalik qabul qilyapsiz? Milliy tomoni noto'g'ri bo'ldi. Boshqa kech qolmayman. Vaqtida chiqib ketaman. Balki boshqa kelmayman deganingiz yaxshiroq. Ungacha mumkin baribir. Ungacha baribir kelasiz. Uchtepa tumani 25-mavzeda tungi reyd paytida soat 22:20larda bilyard klub tekshirganimizda ota nazoratisiz voyaga yetmagan fuqaro aniqlandi hamda bilyard klub egasiga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 188-moddasining 2-qismiga asosan bayonnoma rasmiylashtirildi. Voyaga yetmagan fuqaroga hozir telefon orqali ota-onasini chaqirtirib, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasiga asosan bayonnoma rasmiylashtiramiz. Voyaga yetmagan farzandi bor ota-onalar soat 22:00 dan keyin ular qayerda, nima ish qilyapti? Buning nazorati biz uchun ham, siz uchun ham, farzandingiz uchun ham o'ta muhim. U kelajakda noto'g'ri yo'llarga yurmasligi, jinoyat ko'chasiga kirmasligi uchun ham bu juda muhim. Farzandlarni nazorat qilishni doim yodda tutaylik.